Dehqonobod tumanida joylashgan Istiqlol Arabdash nasos stansiyasidan tumanning Chuchquduq, Yangiobod hamda Beshbuloq mahallalariga tortilgan 25 yildan buyon faoliyat ko'rsatmayotgan diametri 820 millimetrlik po'lat quvurlar, ya'ni bosimli quvurlar konkretlash usuli orqali ta'mirlanmoqda. Ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazilgandan so'ng tumandagi Beshbuloq, Yangiobod hamda Chuchquduq mahallalaridagi aholi xonadonlariga va hozirgi kunda foydalanilmayotgan yangi o'zlashtiriladigan ekin yer maydonlariga sug'orish suvlari chiqarilishi ta'minlanadi va bunda aholining qo'shimcha daromad olishiga hamda yer maydonlariga ekinlar ekilishiga manba yaratiladi. Hozirgi kunda Darbuloq injiniring korxonasi tomonidan Dehqonobod tumanidagi Istiqlol Arabdash nasos stansiyasining diametri 820 mm, uzunligi 923 metr bo'lgan bosimli quvurlari tarkiblash orqali qayta tiklanmoqda. Tarkiblash bu quvurning ichki yuzasiga bir yoki bir nechta qatlam qilib, markazlangich qochma kuch asosida sepish. Tarkib beton qatlam bu o'zi nima? Tarkib beton bu qum, sement va maxsus kalmatron, kasto, ya'ni Amerikadan maxsus olib kelingan kimyoviy qo'shimcha. Bunda quvurning umri uzayadi, ya'ni uni ichki tomonidan yemirilishiga qarshi qatlam hosil qiladi.